Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Gul MFI O'jakent qishlog'ida bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Gaz, svet, suv, ichimlik suv hammasi bor. Mana ekin ekish maydoni sug'oradigan suv ham katta ariq hozir ko'rsatamiz. Oqib o'tgan shundoq to'g'onlarni qilib qo'ygan, to'ssangiz bo'ldi, sug'oriladi. Maktab 100 metr. Xonadonimizning oldiga mana o'z xonadonimiz mana shu yerdan boshlanadi. Bu yoqdan kirib kelaverish qismi sotuvga qo'shilmagan, bu alohida. Mana bu ariq. Molxonasi bitta, ikkita, 3 ta asosiy binosi bor. Asosiy binolarning hammasini yer hisobida hisoblandi. Lekin gaz, ichimlik suvi hammasi bor. To'g'rida 2 ta xona, 3 ta xonali. Bu yoqda ham adashmasam 3 tami 4 ta xona. Bu tomonida ham 2 ta xona. Ichiga kirib ko'rsatib o'tirmaymiz. Yer hisobida deganimiz. Mana bu yoqda molxonasi. Hisoblab chiqsa o'zi umumiy maydoni 90 sotuq. Tandir o'choqlari. Xullas endi bunaqa qishloq sharoitida yashaganlar biladi. Yani tandir o'choq, mana bunaqa eski binolari bor. Hammasini buzib boshqatdan quradi. O'shaning uchun yer hisobida dedik. Kadastr dokumentlari hammasi bor. Hududi lekin ancha katta. Daraxtlari ko'p ekan. Keyin yana bitta narsa, buni teraklari bor, teraklari qo'shilmaydi. Teraklari sotuvga qo'shilmaydi, xonadon egalari o'zlari alohida bu teraklarni sotib oladi, chunki o'zlari qurilish boshlab qo'ygan, qurilishga ishlatiladi. Ko'pchilik shunaqa katta joy izlab yuradi-da. Mana bitta akamiz mana shu joydan shunaqangi ferma qurgan, katta ferma ham emas, kichkina ham emas, o'rtacha ferma. Siz ham xudo xolasa mana shu joylardan shu joyni, mana shu joyni olsangiz, ancha katta chegarasi bor, 90 sotik pashti. Bemalol ferma qilasiz, 2 ta fermani qo'shni bo'ladi hozir. Ariqni ko'rsataman. Hududi lekin ancha katta ekan. Mana ariq. Mana shu joydan sug'oriladi mana shu ekin ekish maydonlari. Bu naryoqda boshida kiraverishda to'g'on qilib qo'yilgan, bitta to'sadi, suv shundoq ko'tariladi. To'xtamas ekan bu suv. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini xonadon egalarining telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol xonadon egalari bilan savdolashsangiz bo'ladi. Narxini kelishilgan holda. Haqiqatdan zo'r joylar. Chiroyli qilib turib bitta imorat qilib qo'ysangiz, mana shu fermaga o'xshab turib, ixchamgina bitta ferma qilib qo'ysangiz, chorvachilik, parrandachilik, boyagi ariqda ham gaplar, hozir baliqchilikka katta e'tibor qaratyapti. Baliqchilik bilan ham shug'ullansangiz bo'ladi. Mana bu joyda mana bitta yana katta keng bitta joy bor. 10 sotiqdan ko'proq adashmasam bu joyi ham. Mana bu teraklarning hammasi xonadon egasini o'zi olib ketadi. Buni sotmaydi. Bu yerda ham shunaqa bitta katta joy qo'yuvdik. Bir haftadan 3 kundan necha kundandir sotilib ketdi. O'zingizlar bilasizlar akalar, borgan sari yerda narxi ko'tarilib boryapti. Bu yoqlar xuddi o'rmonga o'xshaydi ekan. O'rmonni kirib ketdingmi? Toshkent viloyati Quychirchiq tumani. Umumiy maydoni
hisoblasangiz 90 sotik. Kadastrga kiritilgan 54 sotik. Narxini xonadon egasi bilan kelishilgan holda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib, savdolashib, mana shu joylarda egasi bo'lasiz. Voy. Ancha katta. Yer hisobida. Bu ozgina ta'mirlab yashasa bo'ladigan holatda. Lokatsiyani, telefon nomerini tashlab qo'yamiz. Iloji boricha akalar, erinmanglar. 80 km bo'ladimi, 70 km bo'ladimi, kelib turib, haqiqatan niyatingiz bo'lsa, shunaqa joylar olmoqchi bo'lsangiz, kelib turib, joyida ko'zingiz bilan ko'rib savdo qilganingiz yaxshi. Birinchi marta kelgan odamga to'g'ri 30 km ham uzoqlik bo'lib ko'rinadi. O'shaning uchun 1-2 marta kelsangiz, xudo xolasa hamma joy yaqin bo'lib ketadi. Mana suv, boyagi ariqdi suvi ketgan mana shu xonadon chegara qismi, baliqchilik bilan ham shug'ullansangiz bo'ladi ilojini qilib. Lekin zo'r joylar, havosi ham toza, maza qiladigan joylar. Ham otni qaranglar, yaltillab turishini